studiyamizga mehmon ijodkorimizni taklif etganmiz. Haqiqatdan Xorazmda, Xivada xalfachilik san'ati haqiqatdan juda ham yuqori darajada rivojlangan va bu san'at rivojiga o'ziga xos hissa qo'shayotgan latofatli ijodkorimiz bugun studiyamizda mehmonlar. Dilorom Javoberganovani biz studiyamizga taklif qilamiz. Chiroyli tarona bilan dasturimizni boshlab beradilar. Dilorom opa, xush kelibsiz. Marhamat, taklif qilamiz. Xush kelibsiz. Kun xayrli bo'lsin. Marhamat, keling. Studiya markazimizga sizni taklif etamiz va sizning ijrongizdagi dastlabki taronaga navbatni taqdim etamiz. Marhamat. Raqsida Umidaxonim. Rahmat. Dilorom Javoberganova, rahmat ertalabdan zo'r qo'yamiz. kayfiyatli qo'shiq uchun. Mana shunday xalfa yo'nalishidagi qo'shiqlar haqiqatda insonni yanada jo'shqin kayfiyatga undaydi, hoji Niyaz. Albatta.